Assalomu alaykum. Bizni Instagramda va YouTube tarmoqlarida kuzatib boradigan Ashaddiy va Musofirdagi, ayniqsa YouTube kanalimizni Musofirda ko'pchilik kuzatadi va tayyor xonadon xohlaydi, ya'ni qishloqda xonadonim bor, lekin ota-onamga gaz, svet, suv joyida yaxshi qishki kunga yashaydigan ixchamgina shinam xonadon kerak deganlar uchun ayni muddo ko'rib turganingizdek umumiy ikki xonadan iborat onajon otajonlar uchun ajoyib tanlov bo'ladi deb o'ylayman. Mana bu yerda oshxonasi joylashgan. Ko'rib turganingizdek shinam oshxonaga ega, hamma jihozlar qoladi. Mana bu yerda mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxonamizni ham ko'rsatib o'ting. Mehmonxonamizda ham hamma mebel jihozlari qoladi, faqat ko'rpa to'shaklarni olib chiqib ketiladi. Televizor gilam, mana bu mebellar hammasi qoladi. Mana bu yer yotoqxona. Yotoqxonamizda ham ko'rib turganingizdek shkaflarimizni ham tashlab ketiladi, faqat ko'rpa to'shak olib ketilinadi. Shinamgina mana bu yer issiq va eng muhimi dokumenti 100% toza va eng muhimi issiqqina qishki kunga zo'r tanlov. Ko'rib turganingizdek sanuzelimizda ham mana shu ko'rib turgan hamma narsalaringiz qoladi. Bu pirxoshkamiz, koridor. Lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Lokatsiyasi Ishtixon shahri Ko'tarma massivida joylashgan umumiy 4 qavatli uyimizni, ya'ni ko'p qavatli uylarda 4-etajda joylashgan ikki xonadan iborat Yevro remontga ega va bonusiga, eng asosiysi bonusiga 4,5 ming, 4 ming dollarlik mana shu mebel jihozlarni hammasini tashlab ketaman deyapti va eng asosiysi bundan oldingi videomizda ham bu videoni qo'ygan edik. Mana shu xonadonimizni qo'ygan edik. 35 ming AQSh dollarga deyilgandi. Skidka narxida endi tezroq, srochniroq pul kerakligi uchun 33 ming, 2 ming o'tib beraman bonusiga deyapti. Bu xonadon uy egasiga, ya'ni qo'liga dokument tekkincha, kreditlari 100% to'lab, qo'liga dokument tekkincha 30 ming dollarga baholanib, 30 ming dollarga xarid qilib olgan va undan tashqari ko'rib turgan mana shu hamma mebel jihozlaringiz umumiy 4 ming dollarga tushgan. Umumiy hisoblaganimizda 34 ming dollar, 1000 dollar ziyoniga va yana 33 mingdan kelishiladigan, agar yana ham so'rashadigan bo'lsanglar, yana o'tib beriladigan joyi bor. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyor, maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi.